Hazrat Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomdan so'ragan ekanlar. Biz o'tgandan keyin ham siz yerga tushasizmi? Desalar, Jibril alayhissalom men 10 marta yerga tushaman. Va 10 ta eng qimmatbaho narsani olib ketaman. O'shandan keyin qiyomat bo'ladi degan ekanlar. Ulardan biri endi bir hammasini aytsam birovlarni qalbiga tegib ketib qolishidan qo'rqaman. Xullas, boydan saxovat peshalikni olib ketaman debdi. Mullodan ilmiga amal qilishni olib ketib qolaman, ilmiga amal qilmay qo'yadi. Xullas, kambag'aldan sabr toqatni olib ketaman debdi. Alloh berganiga sabr qilmay turib oladi deb. Yana bir ayol kishilar iltimos qilaman, gaplashmay o'tirsanglar, shu ovozingizlarni eshitib qolyapman. Mana shu endi sizlarga bag'ishlangan gap shu. Mehru oqibatni olib ketaman qarindosh urug'dan debdi. Va hayoni olib ketaman odamlardan, uyalmay qo'yadi hech narsadan deb. İnsanlar bir-birini qidirmay qo'yadigan bo'lib qoladi. Bolalar otalarga, onalarga ish buyuradigan bo'lib qoladi. Qattiq gapiradigan, hatto ota-onasini uradigan darajada bo'lib qoladi. Hech kim ibodat qilmay qo'yadi.